Assalomu alaykum aziz dindoshlar, 12-darsimizga xush kelibsiz. Bugungi darsimizda alif va hamza degan mavzu o'tamiz. O'zi alif nima degani edi? Alif mana ikkita kattaga yoziladigan quyidagi cho'pchaga alif harfi deb atalardi. Hamza esa mana quyidagi holatda yozilardi. Biz buni tajvid darsini boshlaganimizda aytib o'tgandik, yana bir takrorlab ketdik. Alif va hamza degan mavzuni o'tishdan oldin yana bir narsamizni bilishimiz kerak. Biz esingizda bo'lsa ya harfini o'tganimizda so'z boshida, so'z o'rtasida, so'z oxirida va alohida holatlarda yozilishini ko'rgandik. Ya harfining asosiy belgilaridan biri uning tagida ikkita nuqtasi bor edi. Lekin biz ya harfini o'tganda ham aytdik, agar tagida ikkita nuqtasi bo'lmasa ham, bular ya harfi hisoblanadi. Demak, ya harfini tagida nuqtasi bo'lsa ham, bo'lmasa ham ya harfi hisoblanadi ekan. Ikkala holatda ham ya deb o'qiladi. Ya'niki, tagida nuqtasi bo'lsa ham, tagida nuqtasi bo'lmasa ham, demak ya hisoblanar ekan. Bugungi mavzumizda alif, hamza va ya harfini nuqtasiz holatlarini bilish juda ham muhim hisoblanadi. Endilikda keling, darsimizning asosiy qismiga o'tamiz. Darsimiz 4 ta holatdan iborat hisoblanadi. Hozir birinchi holatni ko'rib o'tamiz. Ya'niki birinchi holat a harfi yozilishi turlari. Bizga ma'lumki, a harfi biz oldin quyidagi holatda yozardik, to'g'rimi? Keyin bu holatda yozardik. Bu holat so'z boshida kelishi, bu holat esa mana o'zi bu bilan bir xil, faqatgina bu so'z o'rtasida yoki oxirida kelishi. Chunki undan oldin harf bo'lgani uchun quyidagi cho'pcha bilan ulanadi. Bu holat ham a deb o'qiladi. Biz buni arab tilida yozish va o'qish darslarining 7-sonda o'tgandik. Hamda bu ham a deb o'qiladi, chunki ko'rib turibsiz, bu bilan bir xil, faqatgina bunday cho'pcha qo'yilgan bundan oldingi harfga ulash maqsadida. Biz sizlar bilan hozirgacha shu 4 ta holatini bilardik. Ya'niki bu ham, bu va bular 4 tarasi ham a deb o'qilardi. Hammasi bir-biriga teng edi. Endi bugun o'rganadiganimiz yangi qo'shildi. Y harfini ustiga mana ko'rib turibsiz, so'z boshida y harfini yozilishida nuqtasi yo'q tagida. Y harfini yozilishi ustida hamza kelyapti mana. Agar y harfini ustida hamzani ko'rib qoladigan bo'lsangiz, bu endi y bo'lmaydi. Endi bu tovushga ega bo'lmay qoladi. Hamda ustiga quyidagi belgini fathani qo'ysak, shu turishini a deb o'qiverasiz. Ya'niki shu bunga teng bo'ladi. Bunga ham hammasi bir-biriga teng. Dek tushunarli? So'z boshida ya harfini ustiga hamza qo'ysak, e'tibor bering, nima qaysi harfda so'z hamza kelsa, u o'sha harf qobiliyatini yo'qotadi. Bu ye bo'lmay qoladi. Shu qobiliyatini yo'qotadi. Hamda ustiga cho'pcha qo'ysak, ya'ni fath qo'ysak, endi a deb o'qiladi. Demak, bu a ga teng ekan. Bu ham shu mana. Ya harfi so'z o'rtasida kelishi, ustida hamza kelgani uchun endi bu ye qobiliyatini yo'qotadi. Ye harfi bo'lmay qoladi. Ustiga fatha kelgani uchun a deb o'qiladi. Bu ham shu mana ye harfi edi, lekin ustiga hamza qo'yganimiz uchun ye harfi qobiliyatini yo'qotadi. Endi ustiga quyidagi fathani qo'ydikmi, shu turishi a ga teng bo'ladi. Bu ham hammasi a ga teng. Bunda ham shu ahvol mana. V harfi, vav harfi ustida hamza kelyapti. Demak, bu vavlik qobiliyatini yo'qotadi. Vav harfi bo'lmaydi. Ustiga quyidagi fathani qo'ysak, bu ham a deb o'qilaveradi. Tushunarli? E'tibor berasiz, ya, vav harflarning ustida hamza kelib qolsa, demak bular endi ya bo'lmaydi. Ya'ni buni ya deb o'qib qo'ymang. Shu turishi a ga teng bo'lib qoladi. Chunki hamza ya-lik qobiliyatini yo'qotadi. Bitta ham hamza v-lik qobiliyatini yo'qotadi. Shu turishi a ga teng bo'ladi. Chunki ustida mana a belgisi kelyapti. Bu holatda mana hamzani o'zi, hamzani ustida ham fatha kelsa, bu ham a ga teng bo'ladi. Demak, eslab qolishimiz kerak. Bugundan boshlab hozircha a harfini 9 xil holatda yozsa bo'ladi ekan. Demak, a harfini 9 xil yozsak bo'ladi. Birinchisi mana odatiy o'zimizning holat, ikkinchisi undan oldin harf bo'lgani uchun ulanadigan holat, uchinchisi hamza bilan keladigan a, bu ham a deb o'qiladi. To'rtinchisi o'zidan oldingi harfga ulanadigan a harfi, ya misolidagi a, so'z boshida ya'ni yozilishi, ustida hamza bo'lgani uchun a deb o'qiladi. Bu yerda ham ya harfi hamza tovushni yo'qotadi, ustidagi belgisi orqali a o'qiladi. Bu ya harfi so'z boshida, so'z o'rtasida, so'z oxirida kelishi. Hamda vav harfi. O'zi hisob qilishga menimcha qiyin emas. Bularni o'tganmiz. Ya harfining ustida hamza kelib qolsa, demak a o'qilar ekan. Quyidagi fatha bilan kelsa, vav harfining ustida hamza hamda fatha kelsa, bu ham a ga teng bo'lar ekan. Hamda hamzani o'zi ustiga quyidagi belgi kelsa ham a ga teng. Shu demak hammasi a deb o'qilar ekan. Bizga talab etiladigan narsa shu 9 ta holatni eslab qolishimiz kerak bo'ladi. Oson yo'l aytib o'tganimdek, birinchisi aliflik holat, ikkinchisi yalik hamda vavlik hamda hamzani o'zi keladigan holat. Men yozib qo'ydim. Demak, hozircha a harfini 9 xil holatda yozsa bo'ladi ekan.
Endi yana xuddi shuni hozir qaytadan ko'chiramiz shularni, mana shu narsani, hamda tagiga kasra qo'ysak, hammasi i bo'ladi. Xuddi shuni qaytadan yozib, ikkinchi holat, i'lik holatini ko'ramiz. Ikkinchi holat endi i harfi yozilishi. Boyaga bilan bir xil, boyagini ko'chirdik, faqatgina endi tagiga kasra qo'yib chiqdik mana. Biz buni bilardik, o'zi i deb o'qilardi. Bu so'z o'rtasidagi oxirida keladigan holat, chunki o'zining oldingi harf ulanyapti. Bu hamza bilan keladigan i, buni ham oldin ko'rganmiz. Buni ham ko'rganmiz. O'zining oldiga ulanyapti. Mana qarang endi. Y harfining so'z boshida yozilishi, usta hamza kelgani uchun yelik qobiliyatini yo'qotadi, hamda tagida i bo'lgani uchun i deb o'qib qo'yamiz, xolos. Shu iga teng. Bu ham shu y harfi so'z o'rtasida kelishi i deb o'qiladi. Bu ham y emas, i. Tushunarli? O'sha yelik qobiliyatini yo'qotadi. Chunki usta hamza kelyapti. Mana y harfining usta hamza kelyapti. Endi bu y bo'lmaydi, qobiliyatini yo'qotadi. Tagida bu kelgani uchun i bo'lib qoladi. E'tibor bersangiz, asosiy qism shu bo'lyapti mana. I deb o'qilyapti. Mana v harfining ustida ham hamza kelgani uchun v-lik qobiliyatini yo'qotyapti. Tagida cho'pcha bo'lgani uchun i deb o'qiladi. Hamza ham shu. Tagida i bo'lgani uchun i deb o'qiladi. Bu ham shu 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Buni ham 9 ta holati bor. Shularni yana yodlab olishimiz kerak bo'ladi. Yozib qo'ydim. Demak, hozircha i harfini ham 9 xil holatda yozsa bo'ladi ekan. O'zi hammasi bir xil, faqatgina mana ustida yoki ostida keladigan fatha kasralarda farq qilyapti, e'tibor bersangiz. Lekin y va vavda ustida keladigan hamza har doim ustida keladi bular. Tushunarli? Endi u harfi yozilishini ko'ramiz. 3-holatni ko'ramiz. Bu 2-holatida. Yana xuddi shularni ko'chirib olamizda, faqatgina endi bunday 9chaga o'xshagan domma belgisini qo'ysak, u bo'ladi. Qarang. 3-holat u harfi yozilish turlari. Yana shuni qaytadan yozib oldik. Biz oldin buni uni o'tgan edik. Bu o'zidan oldinga ulanadigan u, chunki mana cho'pcha orqali o'zidan oldingi harf ulanyapti. Bu hamzalik u, bu ham hamzalik u, faqat o'zidan oldingi harf ulanyapti. Yana shu mana y harfi so'z boshida kelishi. Bu o'zi yelik qobiliyatini yo'qotdi, chunki ustida hamza keldi. U bo'lgani uchun turishi u deb o'qiladi. Bu ham shu y harfi so'z o'rtasida kelyapti, faqat ustida hamza kelgani uchun bu ham yelik qobiliyatini yo'qotdi. Ustida quyidagi belgi kelgani uchun bu ham u o'qilyapti. Bu ham shu mana y harfi ustida hamza kelyapti, qobiliyatini yo'qotdi. Quyidagi u harfi bo'lgani uchun u deb o'qiladi. Mana e'tibor bering, v harfi ustida hamza kelyapti, v-lik qobiliyatini yo'qotdi. Quyidagi ustida u bo'lgani uchun u o'qilyapti. Bu ham u deb o'qiladi. Shunda umumiy hamma holat u deb o'qiladi. Bu ham 9 ta mana. Faqatgina shularda farq qilyapti, e'tibor bersangiz. Bu yerga yozib qo'ydik. Demak, u harfini ham 9 xil holatda yozsa bo'lar ekan. Biz hozir a ni ko'rdik, i ni ko'rdik, uni qo'ydik. Endi nima qoldi? Sukun qoldi. Endi sukunni ko'ramiz. Endi 4-holat sukunlik holat. Sukunlik holat ham xuddi shunaqa 9 yozib olamiz. Hamda ustiga mana sukun belgisini qo'yadigan bo'lsak, bu hammasi sukunlik holat bo'ladi. Endi bu qanday o'qiladi degan savol bor. Bu qarang, so'zda kelsa to'xtab o'qiladi. Ya'niki so'z o'rtasida kelsa bir to'xtab qolamiz hamda yana o'qib ketamiz. Hozir men buni misollar bilan hozir ko'rganimizda yana tushuntirib beraman. Ki misollar bilan tushuntirgan paytimda siz tushunchangizni sheq yozib qo'yasiz. Hozir yana kitobdagi so'zlarni hammasini o'qib chiqamiz. Shu joyda shularni ham tushuntirib ketaman bularni. Masalan, bu yerda to'xtab qoladi-da, bir yu minu, mu minu shunaqa to'xtab qoladigan holatlar bo'ladi. Hozir misollar bilan tushuntirsam, yana ham menimcha tushunarliroq bo'ladi. Endi kitobdagi misollarni o'qiymiz. Kitobdagi so'zlarni bir boshdan boshlab o'qiymiz. Bizning kitobda 56-betda joylashgan ekan, sizning kitobingizda bet sal farq qilishi mumkin. Endi qarang. Bu yoqda mana raqamlar joylashgan. Biz kecha sizga raqamlardan o'tib berdim. Arab raqamlarini bu 1 mana ko'rib turibsiz, bu 2, bu 3, bu 4 mana. Bu yo'g'a arabcha raqamlar, kecha arabcha raqamlarni o'tdik. Endi bir boshdan boshlab o'qiymiz, qarang. Bu mana oddiy holat a ni. Mana shularni qizilda yozsangiz, yana ham yaxshiroq ajralib turadi daftarga yozayotganda. Amara, akhadha, qara'a, yaqra'u. Ko'ryapsiz, bu yerda oddiy a holatda kelyapti mana, hech qanaqa hamzasiz. Endi qarang, ikkinchi holat. Ikkinchi holat bu yerda endi oddiy a edi, bu yerda hamza bilan kelyapti. Amara, akhadha, qara'a, yaqra'u. Maytda qani tebratamiz, chunki q harfi ustiga yumaloq kelsa, u ga mo'l tebratilardi. Endi mana qarang. Aytib o'tdim, ustida sukun kelsa so'z bilan tushuntirib ketaman dedim. Xuddiki bizdagi tutuq belgisiga teng desak bo'ladi. Ya'niki bu qanday o'qiladi? Ya muru emasda, ya muru. Sal to'xtaysiz mana shunaqa. Ya xudu, ma murun. Chunki mana ma to'xtayapmiz, mu bitta cho'zib o'qish bor.
vav so'zi kelib, o'zida hech qanday belgi bo'lmasdan, undan oldingisi donmalik bo'lsa, cho'zib o'qiladi. Bu esan chiqib ketmadi? Shunda ya mu run. Bu un deb o'qilardi tepasidagi. Xo'p, yana bitta so'zimiz bor ekan. Ma xuzun. Mana bu yerda ma sal to'xtayapmiz. Keyin xu bu yerda yana cho'zib o'qish, vav so'zi kelib, o'zida hech qanday belgi bo'lmasdan, undan oldingisi donmalik bo'lsa, cho'zib o'qiladi. Shunda ma xuzun. Bu un deb o'qilardi. Endi to'rtinchisi. Mana qarang, yana shu bilan bir xil, faqat hamzalik holatda kelyapti mana. Bu ham sal to'xtash, xuddiki tutuq belgisiga teng dedimi? Shunda ya muru, ya xudu, ma murun, ma xuzun. Mana ko'ra bular bir xil, faqatgina mana alif bilan hamzada farq qilyapti, qarang. Mana 5-inchisi biz kecha arab raqamlarida o'tdik. Endi bunisi mana qarang. Q u r i quri ya deb o'qib qo'ymang. Chunki men hozir aytib o'tdik-a, daftarda yozirdim-ku. Ya harfining ustida hamza kelsa, u yelik qobiliyatini yo'qotadi. Endi bu yelik qobiliyatini yo'qotadi, shunchaki ani o'zini o'qib qo'ysak bo'ldi. Demak, mana turishi a ga teng ekan. Qu ri a. Endi bu yerda cho'ziq bor-a? Chunki alif so'zi kelib, o'zida hech qanday belgi bo'lmasdan, undan oldingisi fathalik bo'lsa, cho'zib o'qiladi. Shunda qo ri yu deb o'qib qo'ymang. Chunki ya ni ustida hamza kelyapti, yelik qobiliyatini yo'qotdi. Shunchaki u ga teng bo'lib qoladi endi. Shuni turishi u ga teng. Shunda qoriu. Endi bu b ni ustida yumaloq kelyapti, i ga mol tebratiladi. Shunda mubtadi ye ni ustida hamza, demak endi bu ye emas, yelik qobiliyatini yo'qotdi. U kelyapti, bo'ldi. U deb o'qib qo'yasiz. Shunda mubtadiu. Endi bunisi mustahziu. Mana ko'rib turibsiz, bu yerda ham ye ni ustida hamza kelyapti, yelik qobiliyatini yo'qotdi. Shunchaki u ga teng bo'lib qoldi. Shunda mustahziu. Xullas, qaysi harfning ustida hamza kelsa, o'sha harflik qobiliyatini yo'qotar ekanda, masalan, u kelsa u, i kelsa i, a kelsa a o'qilar ekan. Endi 6-holat. 6-holat yana shu, mana endi vav bilan kelyapti, qarang. Vavning ustida hamza kelsa, vavlik qobiliyatini yo'qotadi, hamda sukun kelgani uchun sal to'xtab o'qiladi. Shunda yu minu, mu minu. Endi qarang. Bitta yana vav o'zining qobiliyatini yo'qotdi, a bo'lgani uchun a deb o'qib ketamiz. Va deb o'qimaymiz. Shunchaki a ga teng bo'lib qoladi bu. Shunda muazzinu. To'g'rimi? Bitta chunki ikkita z bor. Muaz, kichik z, muazzinu. Bitta ham shu m u, bu vav ustida hamza kelyapti, vavlik qobiliyatini yo'qotdi, shunchaki a ga teng bo'lib qoldi. Muallifu. Endi bunga e'tibor bering. Vav ustida hamza va sukun kelyapti. Bu nimaga to'xtaymiz degan, ya'ni lu u. Sal qiyroq ekan bu, qarang. Lu u. Qarang, bu u emas, chunki o'zidan keyingi harf qo'llanyapti, demak bu l harfi bu. Shunda bu ham l harfi u emas, chunki o'zidan keyingi harf qo'llanyapti. L u. To'xtaymiz sal. Lu u. Endi 7-inchisi berilgan ekan kitobda. Qarang, mana alif so'zi kelib, o'zida hech qanday belgi bo'lmasa, undan oldingisi fathalik bo'lsa, cho'zib o'qiladi. Shunda qo. Endi bunisi mana ya harfi so'z boshida kelishi holati, ustida hamza kelgani uchun yelik qobiliyatini yo'qotdi. Shunchaki i bo'lgani uchun i deb o'qib qo'yasiz. Shunda qo i lun. Qo bitim cho'ziq, qo i mun. Bitim mana qarang, yeni so'z boshida kelishi. Ustida hamza kelgani uchun yelik qobiliyatini yo'qotdi, shunchaki i ga teng bo'lib qoldi. Qo i mun. Bitta ham shu alif so'zda kelib, o'zi hech qanday belgi bo'lmasdan, undan oldingisi fathalik bo'lsa, cho'zib o'qiladi. Shunda sa ilun. Ma ilun. Bitta hammasi bir xil ekan. Shunchaki i ga teng bo'lib qolyapti. Shularni qizilda yozsangiz yana ham yaxshiroq ko'rinadi daftarda. Endi bunisi ro, bitta ham ye ustida hamza bor, yelik qobiliyatini yo'qotdi, shunchaki i bo'lgani uchun ro i sun bo'ladi. Endi mayta qarang. Bitta ye harfi ham bor, o'zida hech qanday belgisi yo'q. Bitta qanaqa qoida bor? Ya so'zda kelib, o'zida hech qanday belgi bo'lmasdan, undan oldingisi kasralik bo'lsa, cho'zib o'qiladi. Shunda ro i sun. Qarang, hamma cho'ziqlarni ham birga qo'shib beribdi kitobda. Endi 8-holat. Xuddi shu, faqat nima bilan kelyapti endi? Hamza hamda sukun bilan kelyapti. Endi buni o'qiydigan bo'lsak, bi sa. Endi bu ham shu mana, chunki ustida sukun bo'lsa, bir tutuq belgisiga o'xshab qoladi degan bi ru. Endi qarang, s a bu ye harfi bu. Ye harfining ustida hamza kelyaptimi?
bo'ldi, bu yelik qobiliyatini yo'qotadi, a ga teng bo'lib qoladi. Shunda sa a la, sa a la. Endi bu yas a lu. Mana bu ham shu. Yeni ustida so'z o'rtasiga keladigan ye bu. Hamza kelyapti, yelik qobiliyatini yo'qotadi. Usti a bo'lgancha a o'qib ketaveramiz. Shunda yas a lu. Endi bunisi mas'ulun. Vav so'zi kelib, o'zi hech qanday belgi bo'lmasdan, undan oldingisi dommalik bo'lsa, cho'zib o'qiladi. Shunda mas'ulun. Xo'p, endi qarang, 9-siga e'tibor bersangiz, bitta alifning ustida to'lqin kelyapti, to'g'rimi? Biz aytgan edik, alifning ustida to'lqin kelsa, ikkita a o'qiladi degandik, xuddiki a deb. Lekin u so'z boshida kelishi deysizda, faqat so'z boshida deb yozib ketdim. Bu yerda esa so'z o'rtasiga kelyapti. Buni biz hali o'tmaganmiz. Buning o'zining alohida mavzusi bor. Ya'niki madlar degan mavzu bor. O'sha mavzuda birga o'tamiz. Pastdagilar ham shu. Bular bu mavzuga tegishli emas. Hozir o'tsam, chunki aralashib ketishi mumkin. Shuning uchun hozircha faqat 8 tasini yozasizlar bo'ldi. Daftardagi yozilgan qoidalarni yaxshi ibodat olsanglar, xudo olsa qiyin bo'lmaydi. Masalan, mana buni qaranglar. Bu yeni boshda kelishimi, oxiriga bilmayapsizlarmi? Ustida hamza kelyapti, bo'ldi. Bu harf muhim bo'lmay qoladi. O'sha e'tiborsiz bu. Shunchaki ini o'qib qo'ysalar bo'ldi. Sailun. Tushunarli-a? Masalan, mana v mi ustida hamza kelyapti, bo'ldi. V-lik qobiliyatini yo'qotdi bu. Shunchaki mu'minu. Shu holatda o'qiyverasizlar. Sizlarga uyasifa birinchi navbatda daftardagi leksiyani ko'chirib olasizlar hamda kitobdagi 8 tasini yozar ekansizlar, ha? Mana kitobdagi 8 tasini yozasizlar, bo'ldi. Qolganlarini yozmaysizlar. Agar iloji bo'lsa, shularda rangli ana masalan bularni qizilda yozsanglar, mashlar juda ham yaxshi ko'zga ko'rinib turardi. Bugungi darsimiz shu yerda o'z nihoyasiga yetadi. Demak, 8 yozar ekansizlar. Pastdagilarni o'tmadik, chunki u alohida o'zining mavzusi bor. Hozir o'zim charkashib ketishimiz mumkin. Bu sal kattaroq mavzu edi. Ham bu Qur'onda juda ham ko'p keladi. Shuncha men iltimos qilib qolardim, shu 9 ta holatini yaxshilab yodlab olinglar. O'zi 9 tagina holat, faqat tepa pastida a, i, u hamda sukun bilan kelyapti. Shularga e'tibor berasizlar degan umiddaman. Xudo xolasa keyingi darsimiz yana 2 kundan keyin bo'ladi.